dollaroviy millionerlar bilan gaplashib, ularning tarjimalarida ishtirok etib yoki ular bilan ishlaganimdan olgan tajribam shu. Bitta voqeani aytib beraman. O'zbekistonning boshqa shahrida bitta loyiha oldik va u yerga bitta ishbilarmon bilan borishimizga to'g'ri keldi. Va shunaqa bo'lib qoldiki, u yerdan qaytish uchun samolyot yo'q edi. Ya'ni o'sha kunning o'zida samolyot yo'q edi va ular vaqt yo'qotmasligi uchun, kutmasligi uchun mashinaga minib, o'sha payt zakaz qilgan mashinamiz ham oddiy mashina emas edi. Eng brendi va eng lyuksi, samый komfortli mashina edi. Endi qaytib kelyapmiz. Yo'limiz samolyotda boradigan bo'lsa, misol 50 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan zeta 4-5 soat vaqt oladi. Ular aytdilarki, Toshkentga kelib bo'lgandan keyin Husayn, mana bu dunyoda e'tibor beradigan bitta narsam bor. Keyingi safar sendan iltimos, men bir joyga boradigan bo'lsam, qaytib kelishimni ham shunga qarab to'g'rila. Men doim tejaydigan narsam, ekonom qiladigan narsam bu vaqt. Ular bilan gaplashib, ular bilan ishlab, hozirgacha ishlab kelishimning asosiy sababi, men ular bilan ishlayotgan paytim ularni vaqtini tejashga harakat qilaman. Ustoz sifatida o'quvchilarimni, tarjimon sifatida ish beruvchilarimni vaqtini tejashga harakat qilaman.